ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو العلي الكبير وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhterem Müslüman kıyırdaşlarımız, hazırki bizning ahvolimizdagi ruhiy jihatdagi tushkunlik, ijtimoiy jihatdagi umidsizlik, siyosiy jihatdagi xo'rliq, amaliy sharkat jihatdagi natijamiz oz bo'lishdan iborat hammamizni chirmib olgan bir umidsizlik bor. Biz mushu umidsizlikdan qutulib foydali, natijali ishlarni qilamiz. Allohning dushmani, bizning dushmanimiz, insoniyatning dushmani faşist Xitoy kommunistlarining maqsadi bo'lgan bizni tushkunlashtirish, pochilab yo'qotish, yer yuzidan qat'iy ovozimizni yo'qotib qoldirmasdan iborat bo'lgan yomon g'arazlarga biz qat'iy fursat bermaymiz. Davsak doim jushqun ruh, amaliy ijtimoiy faoliyat va harakatchan siyosiy ruh, shundaqla jonliq fikri va haq maydonida turish bilan o'zimizning Alloh oldidagi mas'uliyatimizni tunishimiz va mas'uliyatimizni ustiga olishimizda biz Alloh subhanahu va taolo bizga tayyorlagan jannatga kirib bo'lguncha yoki biz g'alabaga erishib Alloh taoloning bizni yer sharida huquqqa ega qilish bo'lib bu Sharq Turkiston zaminida hokimiyatimiz ozodligimizga erishtirgan qadar, dinimiz islomdan ustun bo'lgan qadar biz doim Allohning rizoligi uchun ching turishimiz bizni Alloh subhanahu va taoloning bu dunyo va oxirat rahmatiga erishtirdi. Ham Alloh subhanahu va taolo bizdan talab qilgan, bizga yordam kelishga sabab bo'ladigan asosiy omil mushu Alloh yo'lida ta adoqqicha mustahkam turish. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'firullah ya ayyuhallazina amanutaqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Sura Ali Imron 102-oyat. Vücuduga Allah'a bo'lgan bağlanış, ishoncha, iman bitken, Allah'a bergen imani ahadisiga xiyonat qilmaydigan haqiqiy mu'minlar. Chunki iman degan nimaning qarshisi esa nifoqlikning, munofiqlikning, xiyonatning qarshisi. Allah'a bergen ahadisiga ching turganda shu ahadi uchun qurban berishda mustahkam iroda bo'lganda, amaliy qurbonlikni berganda ondan haqiqiy iymon egisi bo'ladi. Nafsi xohishimizga, inson jinning shaytonlariga, zolimlarning to'soqlariga qarshi haq maydonida haqiqiy ishonchimiz bilan kurash qilgan vaqtimizda yo'limizda to'silib qolgan, oldimizga chiqib qolgan biratal to'saq yoki biratal yo'li qo'yilib qolgan kaltak yoki yo'li qo'yilib qolgan biratal tosh va uyoq-buyoqlardan chiqib qolgan har turli vaqirgan ovozlarga qarabla yo'limizdan telib ketadigan har turli bo'ron chapqullar va har turli sinovlar kelgan vaqtda yo'limizdan telib ketadigan emas, haqiqiy vujudimizga Payg'ambar alayhisalom sahobalardek haq maydonida mustahkam turadigan
sap, müstehkem ruh vücudumuzga sing'an, Allohga ishonch qilgan, Allohga bog'langan, haq maydonimizda qurban berishdan yaltaymaydigan ana shundaq iymoniy ruh va mu'minlar sizlar Alloh subhanahu va taoladan haqiqiy qo'rqishni qo'rqinglar. Osmon va zaminning ilohi hamma shayini ko'rib turdi, hammaga ega, hammadan hisob ola oladi, hammaga o'zi nozir, hammaning qilayotgan ishini bilib turadigan qudratlik Alloh deb Alloh taoladan haqiqiy qo'rqinglar. Va la tamutunna illa va antum muslimun. Sizlar faqat Allohga taslim bo'lgan haqiqiy Alloh sizlarga buyurgan yaxshi ishlarni vujudga chiqarish uchun qizg'inliklar bilan Allohga bo'ysungan holatda dunyodan Alloh oldiga ketinglar. Bu oyat ikki xil ma'noni bildirdi. Birinchisi Alloh subhanahu va taolo yo'lida haq uchun doim haq maydonida Allohga qizg'inliklar bilan taslim bo'lganliklarini, qizg'inliklar bilan bo'ysunganliklarini bildiringlar. Kufri, dinsiz, Alloh qarshi bo'lgan jamoatlarning shaytoniy ilohlarga, yolg'on, har turli qonun siyosatlarga, Xitoy kommunistlariga o'xshash tajovuzchilik va fasistlik yo'liga bo'ysungan qarshi sizlar Allohga o'zinglarni big'ishgan, haqiqiy Allohga taslim bo'lgan, yolg'iz Allohga qurbonlik bergan, Allohga yolg'iz ishonganliklarini, tavhid aqidasida bo'lganliklarini, o'zinglarning Allohga bo'lgan qulchilik, ibodat, namoz, sadaqa, zakat, ta'lim, tarbiya, har qanday hayot maydonidagi nafsi xohish qarshi bo'lgan kurash, go'zal axloq, siyosiy harakat, ijtimoiy harakat, jihad va da'vat, har bir hayotlikdagi barliq haq maydonlarida sizlar mana shu Allohga bo'lgan sadoqatmandliklarni amaliy islomning hamma qismlariga to'liq kirgan, to'liq bo'ysungan, islomni birisini ayirib holatda, bo'ysungan holatda Alloh subhanahu va taolo oldiga biringlar. Ya'ni islomdan namoz, islomdan aqida, islomdan ibodat, islomdan siyosat, islomdan ijtimoiy hayot, islomdan ijtimoiy go'zal axloq, islomdan harakat, islomdan har qanday bir haq maydonida adolat va insof, islomdan ham hokimiyat, jamiyat, davlat va shundaqla haq maydonida haq uchun iddiviy va ijtimoiy va amaliy jihodiy bo'lgan jihad deb biladigan mana shundaq eng mukammal bo'lgan islom diniga kirish bilan sizlar mustahkam turinglar deganlikni bildirsa, ikkinchi qilib bu oyatning ma'nosi sizlar haq maydonida illa va antum muslimun Alloh subhanahu va taolaga haqiqiy taslim bo'lgan holatda o'linglar. Ya'ni Allohga ushish bo'yicha sizlar haq maydonida mustahkam turinglar. Sizlar Allohga haq maydonida mustahkam turgan holatda ushishinglarki, sizlarning jininglar, vujudinglardan haq uchun qurbonlik berayotgan, haq yo'lida kurash qilayotgan, haq uchun mustahkam turgan, haqni qo'g'dayotgan maydonlarda haq uchun qurbonlik berayotgan, qurbatinglarni berayotgan haq yo'llarida sizlar Allohga ushishinglar deganlikni ham bildirdi. Ham yana bir ma'nosi sizlar qilgan yaxshiliklarning oxirgi natijasini Alloh taolo oldi ko'rsizlar. Bu dunyoda qassob yoki tijoratchi yo bankchi bir kun pulning, bir kun qilgan tijoratining natijasini kechirganda mana ma'u pul ayirib foyda qapti. Masalan, 10,000 dollar pulga, 10,000 lira pulga kechirganda bugun masalan ya 500 dollar, ya 200 lira, ya 300 lira pul qapti deb ayirgandek bu dunyoda ayıradigan iş emas. Eng muhim ayıradigan iş nada desa, eng muhim erişadigan natija Alloh subhanahu va taolaning oldida deganlikni bildirdi. Shuning uchun biz mushu Alloh subhanahu va taolo oldiki Allohning rahmatiga erishadigan
ahiretlik nimetini katta biladigan bo'lganligimiz uchun har qanday jamiyatdagi moddiy manfaatni qo'llashib, dunyolik hayotini qo'llashib, qurbonlik beradigan barliq kofirlardan, barliq moddaparastlardan biz ikki hassa, hattoki necha hassa, necha hassa yuqori qurbonlik berishimiz lozim. Chunki biz birinchi qilib Allohning oxiratdagi natijasiga erishimiz, ikkinchi qilib bu dunyodagi baxtiga erishimiz. Shuni Alloh taolo Qur'oni Karimda Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Ey bizning Parvardigorimiz, bizga dunyoda yaxshilikni bersla. Ya'ni Allohni rozi qildigan, hayot yashaydigan va islom g'alabaga erishgan yaxshilikni bersla. Oxiratdimi yaxshilikni bersiki, mush dunyoda bizga bergan yaxshi hayotlari oxiratdagi yaxshi hayotga erishtiradigan, yaxshilikqa sabab bo'ladigan, oxiratda ham Allohning rizoligiga erishadigan yaxshi hayotni bizga bersla degan bo'ldi. Shuning uchun qarindoshlarimiz, biz yanada oxiratlik hayotimizningki yaxshi bo'lishini, dunyolik hayotimizning yaxshi bo'lishini, ikki hayotni ko'zlagan ekanmiz. Bo'libmi mangulik oxirat hayotini bak ko'zlagan ekanmiz. Biz bu dunyolik vaqtlik hayotini ko'zlab, uningga erishmay Alloh tarafidan ya musulmonlarning qo'li orqali, ya Allohning g'azabi, halokat orqali Ad qavmi, Samud qavmi, buningga fir'avnlar, Gitlerlar, Mavzudlar, nurg'ulg'an zolim kofirlar dunyodan halok bo'lib ketgandek halok bo'lib ketgan dunyoning alpul moddiy manfaatiga berilmasdan biz oxirat manfaatini ustun bilishimiz kerak. Shu Alloh taolo Qur'oni Karimda astag'firullah va mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dunyo hayoti faqat insonni mag'rurlantiradigan, insonni aldab qo'yadigan manfaat. Shuning uchun dunyo hayotidan faqat aldanmay, uni o'zimizning maqsadiga ishlaydigan yaxshi qurolga aylantirsak, burada uning oldinib biz dunyoning quli, dunyoningki iz qilib ketgan havoyi havasning, shahvatning quli bo'lib qolsak bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu dunyoda Alloh uchun eng qattiq qurbonlik bergan bir mu'min bilan Allohga eng qattiq qarshilik qilgan bir kofirningki qiyomat kunidagi ahvolini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki muni hadis orqali bizga bayon qilib berdi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yu'ta bi an ama ahli dunya min ahli an-nari yawm al-qiyamati fayusbaghu fi jahannama sabghatan thumma yuqalu lahu ya ibn adam hal ra'ayta khayran qattu hal marra bika na'imun qattu fayaqulu la wallahi ya rabbi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi. Qiyomat kunisi dozaq ahlidan bo'lgan dunyo ahlining eng qattiq ne'matga erishgan bir kofirni keltirildi. Masalan, hozirgi zamondagi va yoki o'tib ketgan zamondagi insoniyatga, musulmonlarga eng qattiq zulm qilib, qiynashib, o'zi rohatlik hayot yashagan kofir, zolim katta bashirga o'xshash. Masalan, hozirgi zamondagi Xitoy kommunistlarining raisi Xi Jinping fash zolim kofirga o'xshash ana shundoq zo'migarlikda yashagan qattiq bir zolim kofirni do'zaxga bir kuzilib chiqarildi. Xuddi qurdiki qo'shiqni bir odam qaynoq suvga tiqiblam olgandek do'zaxga bir cho'murilib, do'zaxga bir kuziliblam tortildi. Andın o kafirga dirilki, ey Adam oğlu, sen kichikkina yaxshilik ko'rib baxtkansanmi dunyoda deb so'radi. Degandan keyin yana dediki, hal marra bika na'imun qattu, sen bilan kichikkina bir farovonlik, ko'ngil xo'shlik, ne'matdorlik dunyoda o'tib baxtkanmi deb so'radi. So'ragandan keyin u kafir deydi ki, la vallah ya Rabbi, yo'q, hech qanday yaxshilik ko'rmabdimankan, hech qanday rohat ko'rmabdimankan, Alloh bilan qasam, ey mening Parvardigorim deb qiyomat kunisi birinchi qilib o'zining dunyoda shunchalik milliard million insonlarni o'ltirib, halok qilib,
ularni yo'qotish bedeliga, ularning yurtini, ziminini, huquqini yo'qotish bedeliga qilishgan mushundaq kofirlar, mushundaq rohat parastlikka berilgan kofirlar nima deydi ekan desa, shu kunda bir qitim do'zaxga kirgizib ham chiqilganlik bilan biz hech qanday yaxshilik ko'rmabmiz ekan. Deydi va shundaqla biz hech qanday bir ne'matga yoki hech qanday bir ozodlikka ya farovonlikka erishmabmiz ekan deydi. İkincisi Allah Taala yaratgan egisini şu kıyamet günüse Parvardigorim deb tonuydu. Payısı ben bo'lmaydigan tonuğunun vaqti o'tib ketgan chaqida Parvardigorim deb tonuydu. Çünkü bizni dunyoga yaratganimi Allah, ahiretde hesap aldığını Allah qiyinlaşırımız. Şuna biz vaqtida muşu dünyadaki azadçılığımızda biz Parvardigorim, Rabbim, yaratquchi Allah, sening deganingni qilaman, sen degan yo'lda manaman, sen uchun qurbonlik beraman, sana asraman. Ana shundaq zolim Allah qarshi har qanday bir insoniyatga, musulmonlarga zulm qilayotgan zolim kofirdan men bizar deb o'zimizning maydonini mush dunyoda yaratquchimiz Parvardigorimiz tarafiga elishimiz, Parvardigorimiz tarafidagi haq tavhid maydonida turishimiz bizni oxiratda Allah'ın azabını qutquzliqqa nashirmiz. Ve yu'ta bi ashaddin nasi ba'san fid dunya min ahli cenneti fayusbagu fil cenneti sabghatan fayuqal lahu ya ibn adam hal ra'ayta ba'san qattu hal marra bika shiddatun qattu fayaqulu la wallah ma marra bi ba'sun qattu ve la ra'aytu shiddatan qattu. Yana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, cennet ehlinden boğan dünyada en katı hapılık tatkan bir Müslümanını keltirildi. Mesela Hamza radıyallahu anhu o'xshash Allah yolida şehit kılıngan şehitlerinin ki xo'jayini bo'lgan Sümeyye radıyallahu anha anımız o'xshash Ammar ibn Yasir'e o'xshash en ulug' Allah'ın rahmetiga erishgan mushundaq en taqvodor Allah'ninki do'stlaridan bir do'stni jannatga shundaq kirgizilib, jannatdan shundaq o'rin berilib chiqilgan vaqtida o kishiga deyiladi-ki, ey odam o'g'li, sen dunyoda kichikgina bir xafalık ko'rib baqdingmi? Sen bilan kichikgina bir qattiqchilik o'tib baqdimi? deydi. Ondan o kishi deydi-ki, yo'q, Alloh bilan qasam. Men bilan hech qanday xafalık o'tib baqmadi. Men hech qanday xafalıkni ko'rmadim deydi. Demak, qarindoshlarimiz, biz Allah subhanahu va taolaning oldiki jannatdagi mangulik ne'matga erishimiz da bo'lsak, biz hozirgi mush naq maydonimizda bizni kelgan har qanday qiyinchilikda savob umid qilib, haqning g'alaba qilishini umid qilib ching turishimiz kerak. Haq uchun biz doim qurbonlik berishimiz kerak. Shu Alloh taolo Qur'oni Karimda Ja'al haq va zahiqal batil innal batila kana zahuqa. Haq keldi. Nahaq yok oldu. Aslında nahaq yok nasi dedi. Şunun için biz muşu her xil tushkunliklardan qutulishimizning eng muhim omilidan birisi haq maydonida mustahkam turish va oxiratga bo'lgan erishadigan go'zal ne'matimizni bu dunyodan yuqori bilish. Şu Allah Qur'oni Karimda "Valal ahiratu xayru va abqa." Albatta ahiret yaxshi ve manguliktir degan. Hem mush ahiretdeki mangulik hayatimizni, mangulik erishadigan ne'matimizni qadrlash. Çünkü Allah subhanahu va taolo bizga ahirette ko'zimiz ko'rib baqmagan, quloqimiz anglab baqmagan, xiyolimizga kechib baqmagan shundaq go'zal ne'matlarni tayyorladi. Hammamizni Allah subhanahu va taolo ahiretdeki şu go'zal ne'matlarga erishishni nasib qilsin. Hammamizni o'zining oldiki jannatga kirgizib qilsin.
Şunun için Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de radiyallahu anhum ve radu anhu zalike limen haşiye rabbeh. Allah ulardan razı oldu. Ulumu Allah'tan razı oldu. Mana şu hemmisi Allah'tan razı bulup Allah uluğu cennet beradigan kişiler öz Perverdigarıdan korkkan, Allah'tan korkkanlık tüpeylidin Allah razı bulduğun mesuliyetlerini üstüge elip hak üçün kurbanlık bergen kişiler dep Allah Subhanahu ve Taala ilgirki zamandaki Peygamber Aleyhisselam ve sahabalardan ibaret hazırkı bizlerge İslam dininin kelişigi sebep boğan, yeni boğan halkaralık, dünyavi, güzel nemunlarının, güzel istikbalının, güzel cemiyetinin, güzel dünyanın, hakiki parlak nurunun dünyaya nur çeşidigan devrinin meydanı kelişigi sebep boğan en altın nesillik, altın cemiyetlik bizning ilgirki Peygamber Aleyhisselam ve sahabalarının zamanını ve zamandaki sahabalarını Allah Subhanahu ve Taala muş ayet arkalık maktaş bilen bizni mana muşundak en güzel ilgirki sap İslam kahramanlarını, İslam ülgülerini ülgü kılıp hak kıldı müstehkem duruşumuzni muş ayet bizden talep kıldı. Hemimizni Allah Subhanahu ve Taala dünya ve ahiretinin bahsiyatı erişkin nasip kılsın. Ve salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Birahmetike ya erhamer rahimin.